Qadrli yoshlar, 2025-yilda O'zbekiston sport tarixida muhim voqea. Yangi O'zbekiston Olimpiya cho'qqilari sport musobaqalari ilk bor o'tkaziladi. Bu tashabbus O'zbekiston Respublikasi Sport vazirligi va Milliy olimpiya qo'mitasi tomonidan ilgari surilgan bo'lib, yoshlarning jismoniy va ma'naviy kamolotiga xizmat qiladi. 2025-yil 17-maydan boshlab mamlakatimizning 53 ta hududida 15 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan sportchilar 10 ta yo'nalishda bellashadilar. Musobaqalar umumta'lim maktablari, davlat sport muassasalari va xususiy sport klublari hamkorligida tashkil etiladi. Quyidagi sport turlari bo'yicha bellashuvlar o'tkaziladi. Boks, taekvondo vata, judo, erkin kurash va ayollar kurashi, yunon-rum kurashi, yengil atletika, stol tennisi, og'ir atletika, badiiy gimnastika, basketbol. Musobaqaning har bir bosqichi yoshlar uchun katta imkoniyatlar eshigini ochadi. Viloyat g'oliblari har yili 10-20 dekabr kunlari Olimpiya shaharchasida o'tkaziladigan Prezident Olimpiadasida ishtirok etadi. Bu esa yosh sportchilarning milliy va xalqaro miqyosda o'z orzulariga yetishlariga zamin yaratadi. Prezident Olimpiadasi sport musobaqasi g'oliblari qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlanadi. Shuningdek, 1 va 2 o'rinni qo'lga kiritgan sportchilar Respublika Olimpiya va Paralimpiya sport turlari tayyorlash markaziga qabul qilinadi. Musobaqada qatnashish istagida bo'lgan yoshlar o'z tuman yoki shaharlardagi yangi O'zbekiston Olimpiya cho'qqilari shtabiga murojaat qilishlari mumkin.